Assalomu alaykum YouTube kanalimizning qadrli obunachilari va doimiy mijozlarimiz. Ko'rib turganlaringizdek, bugungi obzorimizda katta mollar, aniq katta balla binadon taxo mashinamizni baholari bilan, yillari bilan agarda avtokredit etib olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, boshlang'ich savollar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Videomizni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lish yerdan chiqmasam, qadrli obunachilarimiz, videomiz aksa like bosasiz. Asa boshladik. Xo'sh, taxo mashinamiz do'stlar 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamizning Elden modasi Bruno plyonka bo'lgan. Polniy tekshirtirib ko'rib olsangiz bo'ladi kraska taraflarini. Xo'sh, endi balonning holati zo'r. Tamam. Ko'ramiz, zakoniy holatda turibdi. Mashinamizda probegi 33 ming yurgan, o'zini halol yurgan probegi. Bemalol tekshirtirib ko'rib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop. Ko'p mijozlarimiz probeg qaytmoqmi, kraskasi bormi, do'sini ayting deb savol beradilar. Galasizlar, mashinani ko'rasizlar. Agar xohlasangizlar, yanlaringizga bir dona xodim qo'shib beramiz. Xodim bilan borib, xohlagan ustovaringizga olib borib tekshirtirsangiz bo'ladi. Keyin sizlar ma'qul bo'lgandan keyin odlaringizga o'tib beramiz. Ya bo'lmasa avtokredit etib, odlaringizga kredit chiqarib beramiz. Xo'sh, mashinamizning yana ko'rib turganlaringizdek bir qo'l mashin, icheri qirchilib, urilib qolmagan. Bir qo'l mashin. Chotki holatda turibdi hali. Salonni isam ketmagan. Zavoddan chiqqan bo'lsa, salonni isam tushuntiribdi hali. Endi avtokredit masalasiga keladigan bo'lsak, ko'p mijozlarimiz so'rab turibdi. Avtokreditda faqat Xorazm viloyati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini beramiz. Boshqa viloyatda hozircha do'stlik yo'q. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Monitorlar, sirena holatlari ham shotga yozilib qolgan. Ashibkalarni ko'rib turibsiz do'stlar. Qora haydalgan mashina. Do'stlar, Taxo. Endi ko'p mijozlarimiz so'raydi, barter bormi? Barter bor. Lekin bir shartimiz bor, mashinani haydab yurgan mashinalaringiz bo'ladimi, uyda turgan mashinalaringiz bo'ladimi, yo bo'lmasa kattaroq ekonomik qismi moliya bo'lganmi, barter etchak bo'lsangiz, do'stlar mashinani haydab kelishingiz kerak savolimiz. Mashinalaringizni baholaymiz, agar bahosi sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, barter hisoblab mashinangizni olib qolamiz. Ustiga yetmaganini naqd pulini ya hafta 10 kun 1 oy bo'lgan bo'lsa duramiz, yo bo'lmasa avtokredit etib oldingizga chiqarib beramiz. Ko'rib turibsizlar, asosangiz uchun chotki. Probegini aytib o'tdim, probegi 33 ming yurgan, o'zini halol yurgan probegi. 33 emas, 34 mingga kechirasizlar. Shu yerga ko'rib turgan podpischiklarimiz, videoni to'liq ko'rgan podpischiklarimiz nasib etsin, hammasi shunday taxo mashinani minsin. Videoni to'liq ko'rmasak nasib etmasinmi degan negativchilarimiz ham chiqadi. Hazillashib turibmiz. Kim obuna bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lmagan bo'lsa ham shuningdek mashinalarni minish hamma ham nasib etsin. Do'stlar. Endi eng qiziqarlilari narxi hisoblanadi. Narxini $70 ming deb sotib qo'ydik. Kelishib beramiz. $70 ming. Agarda avtokredit etib olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, $22 ming aytgalasizlar, avtokreditga chiqarib beramiz. Xohlasangiz dogovor, xohlasangiz barter sotish tartibi sizlar xohlagan tartibda sotiladi. Qo'shimcha kimdan ichki savollar bo'ladigan bo'lsa, bir emas ikkita telefon nomerini yozib qoldiraman. Bemalol telefon turib murojaat qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, kim taxo so'rab bilgan bo'lsa, videoni shu so'rab bilgan nomorga yarib qo'yishdan chiqmasin. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lishdan chiqmasin. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat, hurmatli podpischiklarimiz.